Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza, kutib oling bizni. Aka singilmiz, juda inoqmiz. Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza. O'ynab tolmaymiz, kulib o'ynaymiz. Hafiz va Hafiza. Kunlar o'tar o'zgacha, zerikmaymiz to'yguncha. Hafiz va Hafiza. Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza. Yangi ilmni o'rganamiz. Islom bilan tanishamiz. Humayraga nima bo'ldi? Birinchi qism. Sabr so'zi arabchadagi sabara so'zidan olingan bo'lib, u inson o'zini tiyishini anglatadi. Ya'ni sabr toqatli odam oxir oqibat g'alaba qozonadi. Negaki u nafsidan ustun keladi. Masalan, g'azab qilishda, ochko'z bo'lishda va hokazo. Ha, bu sifat menda bor, to'g'rimi ustoz? Qobil ko'pincha o'yinchoqlarimni so'ramay oladi, lekin men g'azab qilmayman. Umuman, men ham sabrliman. Ayniqsa hamma narsasini qizg'anaveradigan o'rtoqqa nisbatan. Lekin meni fikrimcha, oramizdagi eng sabrli inson bu Humayra. To'g'ri, Humayrani hech ham jahli chiqmaydi. Ha, shubhasiz. Biroq har biringiz kun davomida nimalardandir o'zingizni tiyasiz. To'g'rimi? Xo'sh, Humayra, qaysi o'yinni o'ynaymiz? Voy, chigirtka, chigirtka. Mashalloh, qarang chigirtka. Humayra, qara chigirtka, qara. Unday qilma, men qo'rqaman. Qobil, unday qilma. Chigirtka, chigirtka, chigirtka. Voy, nima qilyapsiz? Aha. Qo'rqqaningna, qizarib ketding-ku. Humayra, senga nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Bolalar, kelinglar, xabat o'ynaymiz. Ha, juda yaxshi bo'lardi. Qani ketdik. Yashasın. Ina. Ana tayyor bo'ldi. Ikki guruhga bo'linishimiz kerak. Men Hafiza va Humayra bilan bir jamoamiz. Niko, Qobil va Ina. Sizlar ikkinchi jamoasizlar. Yaxshi, qani boshladikmi? Davomi keyingi qismda.